Assalomu alaykum Diyorbekuz kanali obunachilari, hurmatli YouTube sevar YouTube chorva ishqibozlari. Akalar, ukalar, mana xudo xolasa yangi partiya amaldamiz, ya'ni mana yetib keldi inshaalloh. Sizlarga bugungi videoda qo'ldan kelgancha ortib obzorni qilib beraveramiz. Bittadan like bosib kuzatib turaverasizlar inshaalloh. Mana Moldot originallardan korobkalari butun, so'skalari butun, bellari butun, o'ta zo'r mazamiz mana yetib keldi. Xudo xolasa ko'rib, bittadan like bosib kommentariyaga otangga rahmat, mashalloh deb yozib ketaverasizlar. Like bosib bepul, sizlarga bizdan pul olmaydi, sizlarga pul bermaydi yoki bizga pul bermaydi, sizlardan pul olmaydi. Like bepul, like bosib, xudo xolasa kuzatib boraverasizlar inshaalloh. Mana rossiyskiy onachilarda o'ta gullarda yetib keldi. Bugungi videoda shularni ko'rib, narx-navolarni bilishga muyassar bo'laverasizlar. 2026-yil 9-may videomiz bo'lyapti. Farg'ona viloyati Bo'yda tumani, Jo'mog'ish Qo'ng'irot qishlog'ida inshaalloh. Mana sizlarga birma-bir qo'ldan kelgancha yoritib obzorni qilib beraveramiz. Mana kichkintoylardan boshlaymiz. Turishiga bitta baho berib qo'yasizlar, jigarlar, akalar, ukalar. O'ta zo'r narsalarda. Ko'chat sifat narsa, xudo xolasa kelajakda bo'lib ketadigan o'ta zo'r narsalar bo'ladi bular inshaalloh. Ostilarini ko'rsatib beramiz mollarni. Oq yelin, oq so'ska. Molni uzoq boqaman o'zim, sigir qilib olaman. 2 yil boqaman, 1,5 yil boqaman deganlarga mana o'ta zo'r narsa bo'ladi bular. Ko'rib bahoni berib, fikr mulohazalarni albatta kommentariy yozinglar. Kommentariy yozingizdan chiqmasin. Qanaqa mollar chiqaraylik, kommentariy yozib ketsalar, o'shanga qarab sizlarga mollarni chiqarishni davom etaveramiz. O'shanga qarab mollarni olaveramiz biz ham. Narxlarni o'ta bomba qilamiz deganlar. Ko'pchilik narxni boshida deyapti, mana jup-jup narx aytamiz. Ikkoviga 32 million narx so'rayapmiz. 32 million kim beradi mana shu mollarni? Kerak bo'lsa YouTube'larda chiqyapti. 20 million deb ham chiqarib yuryapti. Endi ularga sotmaydi-yu, endi bizda narxlar arzon bo'ladi. Ko'raverasizlar, mana 32 million narx so'rayapmiz. Dastlabkasi vodiy bo'ylab ketaveradi. O'ta zo'r narsalarda mana shular. Gibridni 100 taligidan sementalga gibrid ishqibozlar bor mana. Ko'rib bahoni beraverasizlar. Sementalga toza gibrid mana deganlar. Qo'limiz Gonstein Fries bu. Ostidan ko'raverasizlar, oq yelin. Oq yelin, oq so'ska mollar inshaalloh. Olgan odam baraka topsin. Ishqibozlar bo'lsa tez aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni aytib ketamiz. 88lik 204 4700. Ekranda ham bor, yozib qo'yamiz. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar mana. O'ta zo'r narsalar. Buni ham ikkoviga jup narx aytamiz. Narxi ikkoviga semental gibrid bilan mashinga, Golshtinga 54 million so'm narx so'rayapmiz. Kami bor, dastlabkasi vodiy bo'ylab bular ham ketaveradi. Endi jup-jup olsang, mana shu kichkintoylar o'zi bir jup. Ikkovi bir jup, mana shu kattalar bir jup. Xudo xolasa bularni jigarlar uylanga olib borasizlar. Uylanga ko'nikadi, 1 oyda bo'kiradi. Qochishga tayyor bo'ladi inshaalloh. 1 oyda qochib olaman deganlarga mana o'ta zo'rdan izlab yurganlar bo'lsa, mana shu mollarni ko'raverasizlar, kelib ko'rib olaverasizlar. Bular qochishga tayyor. Xudo xolasa zo'r narsalar bular. Qochishga tayyordan so'raganlarga, uyga olib borib qochirib olaman deganlarga mana zo'r narsalar bular. Kelajakda bo'lib ketadigan o'ta zo'r bo'ladi bular. Ostilarini ko'rib bahoni beraverasizlar. O'ta zo'r narsada bular. Bularni ham narxini bomba qilamiz kerak bo'lsa. Oq yelin mollarimiz hammasi. Ko'rsatganlaringni. Kalalarni ham ko'raverasizlar mana. Molimizni bu tomondan ko'rinish. O'ta zo'r narsa, sifat narsalar. Endi bularni ham ko'p o'tirmay narxini aytamiz jigarlar. Ikkoviga jup narx aytamiz. 57 million kami bor, dastlabkasi vodiy bo'ylab ketaveradi. 57 million narx so'raymiz. Endi tanlashlarga qarab narxlar o'zgarishi mumkin. Jupiga olsang ko'p tushib beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabkalarim bilan ketdi mana. Ikkoviga 57 million, bu ikkovi jupiga 54 million, bu ikkovi jupiga 32 million narx so'raymiz. Kerak bo'lsa chiqyapti 20 million ham deb chiqyapti bularni. Endi bizda narxlar arzon bo'ladi, bilasizlar, o'shanga narxlarni bugun bomba qilamiz-da. Ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarni yozib qoldirganmiz, og'zaki ham aytdik. Shunaqa ko'chat mollarni kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar mana. Xudo xolasa bizda mollarda boshi bor, oxiri yo'q. Kelib ko'rib, xohlagan payt kelaverasizlar, mollarimiz bo'ladi. Inshaalloh ko'raverasizlar mana. Shunaqa zo'r mol izlab yurganlarga mana.
Kanalga yangi bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Videoni shu joygacha ko'rib, mana shunaqa like bosmadilar. Like bosib qo'yasizlar. Like bepul. Bizga pul bermaydi, sizlardan pul olmaydi like. Kanal rivoj uchun. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xolasa yana videolar qilamiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Hammaning chorasiga Alloh baraka bersin. Bugungi videomizda xuddi shu mollarni obzori edi. Yana mollarni obzorini qilib yuraveramiz. Zo'r mollar bizning kanalda chiqaveradi. Shoshilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Yana bitta gap. Endi video qo'yilgani 3 kun bo'pti, 4 kun bo'pti deb bunaqa telefon qilmay qo'yaveray demanglar jigarlar. Bir hafta 10 kun bo'lsa ham telefon qilaverasizlar, behijolat. Nomerlarimiz ishlaydi. Bizda ham mollar kanal yangiligi uchun shunaqa sekinroq sotilyapti endi. Molda o'ziga bog'liq. Shuning uchun aloqaga chiqaverasizlar, unaqa 3 kun bo'pti, 10 kun bo'pti demasdan aloqaga chiqaverasizlar, tortinmasdan. Birov sizlarni so'kmaydi, nimaga telefon qilyapsan sotilib bo'lgandan keyin deb so'kmaydi. Tortinmasdan aloqaga chiqaveringlar. Narxlar o'ta bomba etildi. Hammaning chorasiga Alloh baraka bersin deb videoni shu joyga yakunlaymiz.